Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirining aziz anglarmanlari. Bugun sizlarga kitob o'qib berishdan ilgari sizlarni oldi bilan egiz bir cho'qqaga boshlab chiqaman. Mana biz hozir 3000 metr egizlikdagi muzliqqa chiqamiz. Afsussal tumanliq, bulutliq kun bo'pti. Şunlaşqa pəstin qaraganda ancha yaxshi ko'ngil bo'lmaydi ekan. Mana bu bizning hozirgi o'rnimiz, ya'ni 1546 metrdan 3000 metr egizlikdagi cho'qqaga chiqamiz. Bu yerga mavo telekabin bilan o'rlaymiz. Sal turib. Pardon. Mana bayıqı 1500 metr egizlikdan hozir 2500 metr egizlikka chiqdik. Rossiya. Hozir endi yana boshqa bir kabin almishib 3000 metr egizlikka chiqamiz. Mani kaban 2525 metr ekanmiz hozirgi o'rnimiz. Pastdan birisi chiqqanda ustidan birisi mana shunday tushib ketdi. Mana yetib keldik. Oyat bir ko'rik bor ekan. Shu ko'rikni ustida mang'ir ekanmiz. Wow. Yetib keldik. 3000 metr egizlik. Mana glasier 3000 metr. Degani muzliq 3000 ko'rikni ustidan men o'tib ketyapman mana. Xuddi Sarsanruh romanida deyilgandek, bu tog'ning havosi hozir bilan hali o'xshamaydi. Birdamda kun chiqib, havo ichilib, hamma shunchalik bir yo'rib ketadi. Birdamda kun tutilib, hamma yana tuman qoplab, odam yo'lini yaxshi ko'radi. Ana endi tushishni boshladik. Tekrar assalamu alaykum. Bayı qısturğan qısqıgına sindin ködünla 3000 metr egizlikdagi tog' cho'qqisida osmon nayti bulutliq bo'lg'ashqa manzarlarni ancha yaxshi ko'ramay qoldik. Ammo pastga tushsam havo shu boshqadan echilib ketibdi. Shunga biz tushgan mehmonxonaning kayniga kelib biroz kitob o'qib beray dedim. Bo'libmi mehmonxonaning kayindagi mavo Nilufar güllük bu kichik ko'l alayda diqqatimni tatgan. Shunashqa mishada biroz roman o'qib beray. Naqalamsa 5-bob tog' qaroqchilari. Tong yo'rimasida yo'lga chiqqan karvan qaqas tog' orsidan o'tib, tushga yaqin keng edirliqqa keldi. Bir chaqlarda yashirib turgan yeshil o't cho'plar amdilikda issiq va suvsizlikdan sarg'ayib, bu poyonsiz edirliqni hayotliq tiniqi uzilgan kuyuk zaminga aylantirib qo'ygan edi. At uloqlarning to'yiqidan ko'tarilgan chang to'zon odamning dimig'ini ichishtirib,
nafsini bo'g'atdi. Karvan Edirliqning o'tirsidagi egiz-pas yo'lda asta tavirnib ketib baratdi. Issiq va harg'inlikdan so'lashgan kishilar yiroq safarning mushkulliklarini o'ylab, ansizlik ichida mang'atdi. Lekin ular ashu xatarlik tog' orasidan omon eson chiqib olganliklaridan xushal edi. Shunga ba'zilar pichirlab oyat o'qib, ba'zilar ot uloq ustida mugdab, ba'zilar naqshi g'ingshib, ba'zilar bo'lsa parang so'qib, g'amsiz, xotirjam ketib-atdi. Ular kun qiyam bo'lganda chek ko'rinmas bu Edirliqning Chatra degan yerga keldi. Bu yer egiz-pas to'pilik edi. Yo'l birdan pastga tushib, birdan yuqori ko'tariladi. Havo texmi isib ketdi. Quyosh chaqnab turgan ochiq osmonda osh burkutlar charx urib aylanatdi. Ular goh o'qdak uchib pastga sho'ng'oydi, goh shiddat bilan yuqoriga o'rlaydi. Ba'zida panjaralarda tepchaklagan to'shqan yoki ochliqdan shumshib qolgan tulkini qamonlab qayoqlargadir g'oyib bo'ladi. Karvan turnulardek so'zilib mengib bir to'pilikning ustiga chiqqanda o'ng tarafda ko'z yetim yerda ko'tarilgan qo'yuq chang to'zanni ko'rdi. Hayal o'tmay otlarning dukirligan ovozi, ondan 7-8 otliqning o'zlari tarafga qarab bostirib kelib atqanligi ma'lum bo'ldi. Karvan to'pilikdan tushib, quruq o't cho'plar qaplagan to'p-to'z bir maydonga kelib to'xtadi. Angacha heliq otliqlarmi ularning oldiga kelib bo'lgan edi. Qo'llariga nayza qilish elib, karvanni 20-30 qadam nerda qurshab olgan bu yigana 10 otliq tog' qaroqchilari edi. Kiyimlari g'alita, chiroyi surlik, ko'rinishi yovuz, otlari sarxil bu odamlarning qo'lidagi qilish nayzlar kun nurida parqirab ko'zni chaqatdi. Karvanni qo'rqinch sarosimi bosdi. Tuyuqsiz yuz bergan bu mudhish ish ularning ko'ngil oromini buzib, g'ulg'ulga selibdi. Ularning bo'shashgan jismiga bir xil ümidsizlik bilan hasrat titragi olashdi. Ayollar, "Vaydat, endi tugashdiq" deyishib, alla-kalla ko'tardi. Ba'zi qeyri ojiz odamlarmi, "Ah Xudo, sho'rimiz qurusin" deyishib, alaqzadi bo'lishib ketdi. Karvanni o'tirg'i elib, yiroqdan xuddi tapqa etilmoqchi bo'lgan quzg'undak bozlashib turgan qaroqchilar odamning quloq mingisini yegidak chirqiraq sit ovozda barqarashdi. Bu ovoz nelardindir yana aks sado bo'lib keldi. Bu ularning dastlabki hayba ko'rsatishi edi. Qaroqchilarning orasidan oq buz arg'imoqqa menib olgan birsi bir necha qadam oldiga keldi. Turqidan u bularning otamindek ko'rinadi. U gavdalik, seriq soqol, sit odam edi. Uning qo'ng'ir rang chiroyi go'yo yuziga kelarning terisini kiydirib qo'ygandek badrang surlik edi. Eliq odam qo'lida urg'oq shakllik agri qilishni yalang'ashlab tutib olgan edi. Elimsha dastlab uningga, ondan boshqa qaroqchilarga zansilib qaradi. Ularda haqiqatanmi pichoq, nayza va qilishdan boshqa qurol yo'q edi. Elimshaning ko'ngli biroz joyiga tushdi. U endi bular bilan qandoq ilishish ustida o'ylashga boshladi. Agar hushyor turib, pam ishlatib, ularni yo'l kasakka dastalisa, ulardan cho'qim omon eson qutulib ketgili bo'ladi. Hozir bu karvonda o'zi bilan Qosim Toyxondan boshqa qarg'a kelgudak tuzuk odam yo'q edi. Demisimi, bularning ko'pinchisi beshidan issiq so'g'uq o'tmagan, turmushning qiqil so'qullariga uchramagan, mo'lla sifat, mahsum mijoz odamlar edi. Ular birarsi bilan so'qishish tugul, so'qishqanni ko'rsa yoqsini tishlaydigan, qonni ko'rsa ko'ngli oynaydigan royish mo'minlar edi.
Bularning ichida faqat G'o'jimolla hozir ancha qo'rqmay xotirjam holatda turadi. Uning atrofidagilarga alanglab, talvalarcha qarashlaridan qandaqdir beg'amlik va ostola ichqorliq alomatlari chiqib turadi. G'o'jimolla ko'nglida qog'i to'xtalashsa, o'qchiga foyda deb o'ylab, bu safarda yolg'iz o'ziningla ziyon tortmay, boshqalarning ham ostola ziyon tortib beqishini xohlaydi. Shunga u boshqalar jon qayg'usida vahimaga tushib, to'xtamay durt o'qib, Xudodan omonlik tilayotganda, bu qaroqchilardan kelsa, molga keladi, jonga kelmaydi. Sizlarmi ziyonning ta'min tetib beqinglar, hurmatli kamroqlarim degan zaharxanda fikrini ko'nglidan o'tkazdi. Qaroqchi boshlig'i bir narsalardan deb varqiradi. Uning chakchaygan ko'zlaridan o'limning so'g'uq nuri yaltirab turadi. Qaroqchi boshlig'i kishilarning o'ziga qarab hanviqib turganligini ko'rib, bular hajga manganlar, cho'qim arabcha biladi degan xiyol bilan arabcha yomidab so'zlashga boshladi. Agar bizga qarshilik qilmay, mol dunyoyinglarni bersanglar, jininglarga tegmaymiz. Bu yerdan salomat o'tib ketisizlar. Agar qarshilik, jahillik qilsanglar, jastinglar osmondagi ashu burkutlarga yem bo'ladi. Bu so'zlarni Akbar tushundi va boshqalarga aytib berdi. "Hey bala, sen yana hammasiga ayt", dedi qaroqchi boshlig'i Akbarga varqirab. "Darhol oltin kumushlarini bir yerga, raxt gazmollarini yana bir yerga tashlasin." Kishilar nog'li faryod qilishga boshladi. Ular pullaridan, mollaridan ayrilib, bu uzoq safarda, bu oyig'i yo'q dasht bayovanda qandoq yashaydiganligini, qutlug' haj safarining yerim yo'lda qilib Allohning baytini tabab qilolmaydiganligini o'ylab, zar yig'lashdi. Hatto ba'zilar bundoq dard alamda noumid yashag'ucha qaroqchilar bilan ilishib, ularning rahimsiz qilichi ostida o'lib ketishni afzal ko'rdi. Kishilar patparaq bo'lib, umidsizlikka, ansizlikka tushgan shu paytda Elimsho bir necha qadam oldiga chiqib, qaroqchi boshlig'iga ro'bro bo'ldi. Bularning orasi 20 qadamda keladi. U Akbarning tarjimonligi bilan qaroqchi boshlig'iga mundaq dedi: "Men mushu qutlug' safarga chiqqan karvonning karvonbeshi. Sen bizning mol dunyoyimizni olaman desangmi mayli, berimiz. Jinimiz omon qolsa bo'ldi. Ammo menda mol dunyodimi esil bir narsa bor. Uni bizning yurtdagi xalq Arabiston podshohiga hadiya qilib, mening topshirib berishimni avval qilgan." "Nima u?" och ko'zlik bilan oldirab so'rdi qaroqchi boshlig'i. "Qani, chiqar, men ko'rib boqay." Qaroqchilarmi, karvondagilarmi Elimshoning nima qilmoqchi bo'lganligiga qiziqib, dong ketib turib qoldi. U yenidagi Akbar bilan Qosim Taygon va otxonlarga qarab, ko'zini ayyorlarcha qisib qo'ydi. Ondan qo'ynidan qizil durdun yog'liqqa o'ralgan bir narsani chiqardi va uni so'l qo'lining oliqiniga qo'yib, yog'liqni oldirmay ochdi. Elimshoga qiypash tushib turgan kun nuri uning olqinidagi bir tiziq o'rik yelimidek suzuk, sap kahravoni yal-yul chaqnitib, qaroqchilarning ko'zini alaq-joluq qilib etdi. "Sen u narsani ashu yerda qo'yib, o'zing orqaga chekin", dedi qaroqchi boshlig'i baqirib. "Men berib uni ko'raman." "Yo'q, birodar, yo'q, bo'lmaydi", deb e'tiroz bildirdi Elimsho. "Bunda qutlug' narsani yerda qo'yishga bo'lmaydi. Bu bizning qoida. Agar ko'rmoqchi bo'lsang, men mushundoq tutib turaman. O'zing kelib ko'r, yoki bo'lmasa, men sening oldinga berib ko'rsatay. Mening qo'limda mushuningdan boshqa hech narsa yo'q." Qaroqchi boshlig'i o'yinib qoldi. Elimshoning qo'lidagi qahrava haligacha uning ko'zini olachakman qilib, ajoyib sirliq bir narsa sifatida maylini tortib turadi. Shu topdiki, Elimshoning butun o'y xiyoli qandoq qilib bo'lsin, qaroqchi boshlig'ining yeniga yiqilnish edi.
"Bo'pti, sen o'zing yolg'iz mening yanimga kel", dedi oxir qaroqchi boshlig'i taqqa soliq bilan. "Men qo'lingdagi narsani ko'raman. Boshqalar o'z joyingda dum yetish, midirlisang, nayzi yeysan." Helimsha o'zini to'xtatib, masmud qadam bilan qaroqchi boshlig'ining oldiga mangdi. Boshqalar o'z joyida dum yetib, kutilmagan mo'jizlik, xayrlik ishlarning bo'lishini tilab, ko'zining quyruqida ular tarafga qarashdi. Kishilarni taqazo qilgan ish oxir yuz berdi. Qaroqchi boshlig'ining g'azabdan varqirgan ovozi anglandi. "Seni bo'g'izli vitamin ablah. Mushu oddiy marjon bilan meni oldirmoqchimi?" Kishilarni yana vahim bosdi. Helimshoning biror xatarga yo'liqib kelishidan ansiraydi. Lekin mo'jiza oxiri yuz berdi. Helimsho xuddi bo'ridek bo'skaklik bilan qaroqchi boshlig'ini otdan yulib oldi. Uning xelidan beri o'ylagan ishimi mushu edi. Yılanning beshi yonjilsa, qolgan yeri qarg'a kelmaydi. Helimsho qaroqchi boshlig'ini yerga besib, dislab oldi. Ondan yenidagi kumush to'ltiliq shamshar pichiqini sharttada sug'urib, uning bo'g'ziga tiradi. Bu ishlar shundoq tez yuz berdiki, kishilarning ko'zlari ola chakman bo'lib, nima bo'lganligini anqira olmay qoldi. Shu chaqda bir oz esiga kelib, Helimshoga itilmoqchi bo'lib turgan boshqa qaroqchilar o'z joyida chippida to'xtab qoldi. Chunki qaroqchi boshlig'i bo'g'ziga qatalgan shamsharning hashpashligicha bo'ynini uzib etishidan qo'rqib, ularga varqirgan edi. Lekin shu orliqda Helimshoning orqa tarafida 10 qadam yerda turgan bir qaroqchi qo'lidagi pichoqni challab etib edi. Pichoq o'qdek uchib kelib Helimshoning dumbisiga sanchildi. Bu zarbadan Helimshoning vujudi larsiga keldi. Tishlarini g'azab bilan g'uchurlatdi. Eziq tishlarining kirishidan jog' so'ngaklari to'mpib ketdi. Agar qo'lida bu cho'ng o'lji bo'lmagan bo'lsa, itilib berib, heliqi badbashir qaroqchini xemir chaylagandek chaylab atgan bo'ladi. Lekin hozir uning uchun qaroqchi boshlig'i muhim edi. Shunga o'zim sesmagan holda hamma ochiqini uningdan oldi. Tizida texmi qattiq dislab, cho'yindek tugilgan mushti bilan uning gajgisiga urib edi. Qaroqchi boshlig'ining targ'a so'nki sunib, peqish bo'lib ketdi. Og'riqqa chidamagan qaroqchi boshlig'i chirqirab, voyjallab ketdi. "Odamlaringga ayt, darhol ketsin", dedi Helimsho uni burkutdek basmoqdagan peti. "Bo'lmasa sen bo'g'izli vitamin. Ular ketsa, sen omon qolasan." Qaroqchi boshlig'i ola tog'il varqiradi. Uning ovozi sat ham so'g'uq edi. Jiroqda qarab turgan qaroqchilar o'z atamonining ichinishliq holati bilan Helimshoning o't purkiydigandek g'azabli alpozini ko'rib, birining orqadan biri g'ip tikivatdi. Karvonga jon kirdi. Ular xushal-xoram varqirishib Helimshoni o'rib oldi. Helimshoning pichoq qadalgan yeridan to'xtamay qon eqib, uni xeli halsiritib atgan edi. Akbar yugurib kelib, Helimshoning dumbisidagi pichoqni avaylab tortdi. Ondan oq ko'nglikining biri peshini yirtib, yara og'ziga tiqdi. Boshqalarmo Helimshoning tarlarini ertib, to'pillarini qiqib, uningga barakalloh, opirin deyishdi. Qasım Taygan injiqlab yotgan qaroqchi boshlig'ining put-qo'lini bog'lab etdi. "Bu yerdan darhol ketaylik", dedi Helimsho chiroy tatargan hals qiyofatda. "Boy ketgan qaroqchilarni yana yo'l to'sib, o'ch olmaydi, tegili bo'lmaydi. Shunga mavu atamanni go'riga ilib mangayli." "To'g'ri gap bo'ldi", dedi Qasım Taygan va qaroqchi boshlig'ining bir chetda kishnab turgan etini tutib kelib, uni shu otga g'onjug'ilab otdi. Karvon yo'lga tushdi. Helimsho Qasım Tayganning etini minib olgan edi. Akbar otning tizginini tutib, uning yanida billimangdi. Atxon karvondagilarga mundoq dedi: "Biz kashkicha odam bar yerni topmasak bo'lmaydi.
Elimşah bizni dep yarlandı. Kun issiq, agar birər tepib uning yarısini obdan tangdurmasak, zahar ichiga o'tib ketishi mumkin. Karvan shu maslahat bilan qaroqchi boshliqidan ahvol egalladi. Uningmi jini qaqshab turadi. Shunga u rost gap qilib, Edirlikning so'l tarafini bo'ylab mangsa, kun patqicha Kargil degan bir yurtqa yetib borg'ili bo'ladiganligini aytdi. Karvan qaroqchi aytgan yo'nalish bo'yicha yurib ketdi. Yo'lda ketib etib, Akbar Elimshog'i mundaq dedi. Sana qo'l qo'ydim. Karametlerin jiq ekan Elimshaka. Xo'shallik, qoyillik va rozimanlikdan uning yuzlari yal bo'lib ketgan edi. Bu ishlar aqlinga qandoq keldi? Haros heliqi kahrava nadin paydo bo'lib qoldi. Elimsha Akbarga qarab kuldi, lekin uning kulkisi dardlik, azobli kulki edi. O uzoqdan beri yenimda bor edi. Men sana xotinimni uttirib atgan deb aytqango. Xotin bechora uydan ketadigan chaqda bo'ynidagi ashu kahravani menga yodikor qilib ma'gan. Shuningdan beri men uni yenimdan ajratmay kelgan edim. Bugun uning bundoq qarg'a yarab qolganligidan o'zimga hayron qoldim. Urush degan shu, bir jang, 9 rang. Biz hammamiz sana qarzdor Elimshaka, dedi Akbar chin ko'nglidan chiqarib. Shuncha odamning jinini, melini qutuldirib qoldim. Xudo qutuldirdi. Men faqat tadbirni qildim. Elimsha Akbarga qarab hijaydi. Uning hijayishi yiqimliq ham samimiy edi. Ikkinchi, Kargil degan ikki toshliq suyi bor o'stan yaqsig'i joylashgan 30 necha oylik xilvat bir yurt edi. Karvan qorong'i tushishdan burun bu yerga yetib keldi. O'stan bo'yiga tushkin qilib, Elimshani salqin, yumshoq bir yerga yotqizdi. Atrofda dehqonlarning uylari bor edi. Qasım Taygan bilan Akbar u yerga berib tevib tuqishmoqchi ham bir oz oziq-to'lik topmoqchi bo'lishdi. Ular bir uyning oldiga keldi. U yerda bir ayol bilan qip-yalang'och ikki bola turadi. Ayol bu bolalarga sut berish uchun o'shq seg'iyotdi. Bolalar Qasım Taygan bilan Akbarni ko'rib, varqirashqinicha uyga qechib kirib ketdi. Akbar ularni chaqirdi va qo'rqmanglar deb ularga sına mushtak navat bilan bir changal guli qaqni tangladi. Balalar ishikni qiya ichib marab qo'rqib turadi. Akbar qo'lidagi qaqdan birini yedi va navatdanmi kichikkina og'ziga selib sho'rab tamshib qo'ydi. Bu ishlarni o'shqi saqqash ko'zitib turgan helaqa ayol balalarga bir narsalarni deb varqiradi. Balalar asta uydan chiqdi va qop-qora ko'zlarini mo'ldiritib, qo'rqqan, qo'ringan holda Akbarning qo'lidagi narsalarni oldi. Angacha bularning atrofiga qo'shni uydagi odamlar olashdi. Ularning o'ngi qora va qo'ng'ir edi. Ba'zi erlarning o'sib ketgan jingal chochlari gadiniga tushadi. Usti boshlari g'alita ham raddi badal edi. Bularning orasida kiyim-kechak, chiroy shaklida biroz farqlanib turgan egiz bo'y, qizil ko'z saqalliq birsi Akbar bilan Qasım Tayganga bir nimalarni dedi. Uning talaffuzi yumshoq, siliq edi. Bu mushu yurtning oqsaqaldek ko'rinadi. Lekin karvandagilar uning gapini uqmadi. Akbar arabcha so'zlab edi, u tushunmadi. Shu hamon Akbarning esiga az to'la arabcha biladigan heliqi qaraqchi boshlig'i keldi. Ular ima isharalari bilan bir-birini yetilishib, o'stan bo'yidagi tushkun yeniga keldi. Qaraqchi boshlig'i u yerda bir tüp kauchuk darxiga bog'lab qo'yilgan edi. Shu topda uningmi holi pas, og'riq dardidan salpib ketgan edi. Uningga aytqin, bizga bir tevib tepib bersin, dedi Akbar qaraqchi boshlig'iga. Bizning
ishimizda yordar bor. Ondan at uloqlarimizga yem xashak setib bersin. Qaraqchi boshlig'i tarjim qilib berdi. Lekin oqsoqol bu so'zlar quliqiga kirmagandek, o'z quvmidan bo'lgan bu tutqun tarjimonga qarab turib qolgan edi. Nima uchundir uning qo'shimi so'tirilib, qeylin lavlari purildi. Tutqunmi uningdan nijotlik kutgandek ko'zlarini mo'ldirlatib, iltijo bilan qarab turardi. Ahvolning yaxshi emasligini sezgan Atxon bir xil ansizlik ichida Akbar orqali qaraqchi boshlig'iga mundoq dedi: "Sen bu yurt beshiga ochiq et. Biz hajga mangan hojilar, hech kimga daxlimiz yo'q. Lekin biz bu qutlug' safarda bugun qaraqchilarning hujumiga uchirdik. Bir odamimiz yorlandi. U bizga yordam qilsin. Biz hammamiz musulmon. Alloh taolo o'zining itoatmanlariga hayotlik, osiylarga mamatlik berdi. Qiyomat kuni yaxshilarga savob, yomonlarga azob qiladi." Lekin ularning ansirishi behuda bo'lib chiqdi. Yurt oqsoqoli imoni komil, halol yashaydigan taqvodor odam edi. U tutqunga qarabla uning yo'l to'sib bulonchilik qilmoqchi bo'lgan qaraqchi ekanligini bilgan edi. E'tiqodi chin bu odam Xudo yo'lida safarga chiqqanlarni to'sib, mo'minlarni qaqshtadigan bundoq ko'ngli qora talvalarni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Shunga yurt oqsoqoli tarini turib, tutqunga bir nimalarni deb varqiradi. Tutqunning shu hamon chiroyi o'zgarib, boyiqi umidsizlik qarashdan asarmi qolmadi. Ondan u Atxon va Qosim tayg'onlarga qarab, muloyimlik bilan mundoq dedi: "Sizlar xosiyatli safarga chiqibsizlar. Ko'p riyozat tortibsizlar. Sizlarga yordam qilish Alloh yo'lidagi savoblik ish. Bizning bu yerda bir tevib bor. Hozir chaqirib kelayli. Yordam tegsa ajab emas." Oqsoqol yenida turgan yosh bir bolaga bir narsalarni deb tevibni tepib kelishga buyurdi. U piltinglab yugurganicha O'stangning yuqori tarafidagi zumchak uylar tarafga qarab ketdi. Uzoq o'tmay tevib yetib keldi. U anda-munda oq orlig'an uzun chechini qop o'tiridan ikki tarafga yami org'an, ammo yuzi ko'sa, bo'yniga har xil tosh kahravo, ko'zmunchoq, yiqiq o'tkazilgan uzun tasvi esib olgan o'tir yoshliq, dumchakrak odam edi. Tevipliq uningga otimiras edi. U Hilimshoning tomirini tutib, yorsini ko'rib, xirgay ovozda mundoq dedi: "Men bu kishining yorsini tengib qo'yaman, lekin tezroq cho'ng doktorxonaga aparmasanglar bo'lmaydi, yuqumlanib ketadi." Tevib mush yerdagi o't cho'p va madan toshlardan yasalgan malham dori bilan Hilimshoning yorsini tangdi. Uzoq o'tmay Dora o'z kuchini ko'rsatdi. Hilimshoning og'riqi pasayib, jini xil orom topdi. Qarong'i tushishdan burun karvon bilan yerlik xalq o'tirsidiki, ilm berim sodisi qizib ketdi. Yerlik xalq cho'ng bozorlardan jiroq xilvat yerda yashag'ashqa, ular uchun har qanday pulning qimmati yo'q edi. Shunga ular o'z bisotidagi narsalarni jonga asqatadigan tayyor narsalarga tang qimmatda ayribashlaydi. Karvon ularga tuz, choy, saranga, raxt qatorliq narsalarni berdi. Ular bo'lsa o'zlari ishlab chiqargan bedi saman, bo'g'uz va etis qirlarda o'stirgan apelsin, banan qatorliq meva-chevalarni berdi. Ular o'zaro kelishish orqali muvofiq o'lcham turg'izdi. Masalan, 1 piyola oq tuz 7 piyola arpaga, Alıqandak çoğunluqdaki qara çay, yerim tağar samanğa, bir gulaç paxdıraq, bir sevet meyvege almaştırıldı. Bundaq ölçemden her iki taraf razı rıza boluşdu. Karvanның yemxaşigi toluqlanıp, yeni sefer hazırlığı bütdü. Şu keçisi ular O'stang boyıga çedirlerini tikip, hatırcam xiraman uxlamoqchi boluşdu. Lekin Akbarning uyqusi qochdi. O köz aldıda dalayıp yatqan
aydalığı qaridi. Tabiat sükunatga cho'mgan. Uchar qanotlari bilan qurt qo'ng'izlarmi ovularga kirib tinchigan edi. Shamol mayin so'qib cho'lning eng ishkirisidan pinhon hidlarni dimoqqa uratdi. Upuqdan ko'tarilgan to'lin oyning simabdek yo'ruq nurlari o'ng'ul-do'ng'ul dala yuzini yo'rtmoqda edi. Akbar o'z yurtidan chandan jiroq bo'lgan bu begona yot yerning o'z yurtidek yiqimliq, tinch va go'zal sehriy kuchidan hayron bo'lib, bir xil mabtunliq tuyg'usiga cho'mdi. Har xil ushqur xiyollar uning texmi uyqusini elib qochdi. Shu chaqda Akbarning quloqiga g'alati ovozlar anglanib, uning ko'ngil oromini buzdi. U zan silib tingishib edi, ishtiqa o'xshash bir narsalarning qavg'anliq, talashqanliq ovozi anglandi. Bu ovoz to'limi asabiy ham yiqimsiz edi. Shuningga qaramay, borgan siri g'o'ldab kuchayib ketdi. Akbar toki yerim kechidan oshqucha bu itlar kelib bizni tolib yetarmi degan ansizlik ichida yotdi. Shu topda u o'zini tinch, go'zal tabiat qo'yinda emas, balki ish qiyofatiga kirib olgan jin arvohlar dunyosida turgandek his qilib, badanini so'g'uq titrak bosdi. Lekin yana uyqu g'olib keldi. Akbar ana shu ansizlik ichida xira-shira uyquga ketdi. Atsi tong atqanda jahon tep-tinish edi. Atrofda ishmi ko'rinmaydi. Akbar kechichi anglagan g'arit ovozlarni boshqalarga aytdi. Boshqalarning elang-selang uyquliqda ashundoq bir qismi ovozlarni anglaganligini uqdi. Ular hayron bo'lishdi. Keyin ularni uzatqili kelgan kargiliklarning apt angziga qarab, ularning hayronligi texmi oshdi. Chunki ularning hammasining degidek yuz ko'zlarida yengil tirnoq izi, ko'k va ishq bor edi. Endi ularning hayronligi qiziqishi izlanishga o'zgardi. Akbar bezanlik bilan so'rab ko'chalab yurib, aram tasda bu ishning kichikkina tegiga yetdi. Aslida bular o'z vaqtidagi Karbala, ya'ni Karbala Bag'dodning janubidagi qumliq. Karbala jingiga qatnashib İmam Hüseyinni o'ltirgan 70 odamning urug' avlodi ekan. Ular bu shahzodani o'ltirdigan chaqda u zot: "Xudoyim, senlar qiyomatgacha bir-biringlarni itdek talab o'tib ketisharsan" deb ularni qarg'ib etgan ekan. Shuningdan beri ular har kuni kechda hamma uylarda itdek qavab bir-biri bilan talishid ekan. Er bilan xotin, dodi bilan bola yot begonlardek bo'lib ketdi ekan. Atsi tong atqanda bo'lsa, ular yana hech ish bo'lmagandek o'taverdi ekan. Bu ish avloddan avlodga shundoq davom qilib ketdi. Bu bir rivoyat tusini olgan diniy tushuncha bo'lsa-mu, lekin Akbar uchun haqiqat edi. U bu odamlarning haqiqatan itda qovishib, talishib, urushib chiqqanligini kechicha o'z quloqi bilan angladi. Atsi shu jadal mojaroning iznasini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu dunyoda nima ishlar bo'lmaydi, ha? Bu to'limi murakkab, bepoyon dunyo. Bu dunyoda yashayotgan eng aqlli inson deganmi, ajoyib qiziq maxluq. İnsanның hayatı hamisha to'xtovsiz davolg'ish ichida o'tadi. Bu davolg'ish uni har qo'ylarga soladi. U ba'zida o'zini o'zi qo'rqitadigan jin alvaslarni o'ydirib chiqib, shuningdan qo'rqib vahim ichida o'tadi. Ba'zida o'zi cho'qinadigan muqaddas ma'budlarni yasab chiqib, shuning ishq firaqida o'tadi. Ba'zida bo'lsa o'zini o'zi jazolash uchun qisma amri ma'ruflarni kashf qilib, avloddan avlodga shuning iskanjasida yashaydi.
zamonaviy madaniyatdan mahrum qolgan bu yiroq xilvat yezdiki baxtsiz nodon kərgiliklərinin bundaq g'alati qilmishlari ashu inson qismatlarining qiziq komediyalik ko'rinishi yoki ichinishliq bir tragediyasi edi. Karvan yo'lga chiqadigan chaqda yurt oqsoqoli heliqi qaroqchi boshliqini ko'rsatib turib mundaq dedi: "Endi bu tutqunni o'zinglarga yuqilmanglar. O mushu yerda qilib jajisini tartsin. Buningdan keyingi safaringlarning bexatar oq yo'lliq bo'lishini tilaymiz." Hammaga vakolatan Atxon uning qo'lini qisib qizg'inlik bilan: "Rahmat, nurg'un mushkullarimizni oson qildinglar. Sizlarga ko'p rahmat" deb tashakkur aytdi. Karvan yo'lga chiqdi. Ular bir kecha kunduz harduq alg'ashqa xeyli tetiklashib qolgan edi. Shunga odamlardan tortib ot uloqqicha ruhi bilan g'ayrati urg'ib turadi. Odamni demoq turadigan issiq cho'l safari yana davom qildi. Ma'qul amsa, bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglang. Kitap o'qish munbirimizga a'zo har biri anglarmanlarga rahmat etish yuzidan man yozning chiroyli kunlarda bu yerlarga borsam chiroyli manzarlarni rasmga tortib yoki sinliq tortib kitap o'qishni boshlashdan ilgari bir necha minut qo'yib qo'yman. Anlasam ba'zi qarindoshlarimiz buni cho'ng televizorga ulab ko'rdi ekan, unda manzarlar texim chiroyli ko'rindi. Sizlarga yozning issiq kunlarida biroz ruhiy ozuq, ilhom bera olsam bakmi xursand bo'laman. Ma'qul amsa, aman bo'ling. Kelar qitim ko'rishaylik.